Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Haberlerimizi yetkizimiz bugün çislağa 2023 yıl 7. ayının neçinci günü geçiren 7. ayının 27. günü vatandaş. Haftaga Perşembe. Bugünkü vaziyetimiz mesela Amerika Koşmuş Ştatları Amerikan Kompas Torbiyeti ilan kılınan bir parça makalede Amerika Koşmuş Ştatları Maliye Ministerliğinin Ministeri J. Şamba şundak dedi, Cungo bilen ayrılıp gitişine istemeyimiz. Cungo diye iktisadi cihette ayrılıp gitişine istemeyimiz. Bırak yakında Cungo'ga zerbe birip Amerika Koşmuş Ştatlarının menfaatini ve Amerika'ya şerik, dost, ittifakdaş bulup kilovatkan devletlerinin menfaatini qoğdayımız. Bir çağır lavilen Cungo'ga zerbe birip Amerika'nın menfaatini qoğdayımız. Yani bugün Amerika'da diplomat yoruluna makal yazgan 2 nefer alim dedi ki nayeti tez çünkü Amerika münasebetinden kolunu üziş gerek dedi. İkincisi Amerika Koşmuş Ştatları hükümetinin Cungo bilen bulgan münasebetlerini yaxşılaşın derhal toxtuş gerek. Bu acayip keskin gap. Vatandaş Amerika Koşmuş Ştatları'da bilim hazineleri sözleydiğin sözde bihudu sözle emez. Bu Amerika memuri dairlerinin devlet meclis əzalarının hissiyatı ve akli hareketlerine tesir görürsüdü. O bilim hazineleri vatandaşı bugünkü işki parça makaladaki alay dilik manımı şu. Onun keyin sizlerge sözleydiğin ekrandaki işki mesela o işki video filminin mezmunu hem bunu hem sizlerge yetkizimiz. Bırak bir yerde bir gevdilik işleme deseniz mesela Cungo'nun Taşkı İşler Ministerlik vazifesinden kaldırıldı. 25. günü 7. ayının toluk bir ay. Şendiniz bu 6. ayının 25. günü gayip oldu Çingan. Bir aydan keyin onu emel edin elip taşladı Cungo'nun Halk Vekiller Kurultayı'nın daimi komitesi vatandaş. Wang Yi yani konu minister Wang Yi yani minister olup oturup çıktı. Taşkı İşler Ministeri olup bu kişi 25. çizladan bugün 27 desiniz. Bu şey 2 gün içinde aldırap tinep digidek Janubi Afrika devleti ziyaret kıldı. Endi bir yedilike 5 kisek devleti, 6 kisek devleti deydiğen münasebetler bunu koyup durun. Hudde Cungo diplomatlarının Avrupa'ya yürüyüş kılış yolları kıskarap ketkendek. Hudde Cungo diplomatlarının Amerika tarafga yürüyüş kılış yolları kıskarap ketkendek. Belki bu münasebetler siz bizge ayan koy. Tuyuksuzda Minister Wang Yi efendi Türkiye'ni ziyaret kılıdığın bulup 27. günü Türkiye'ye gitip geldi. Neme aldırıp kaldınız Wang Yi efendi oturuş yarıkta. Neme iş vardı? Mesela Türkiye'de neme iş vardı? Neme ciddileşip gittiniz Wang Yi efendi? Bir gün bite ötmeyle emelge çıkıp emelden o devletini ziyaret kılıp bir gün içinde gidip Türkiye'de peyda buluş. Bu oturuşar siyaseti münasebetlik mi veya ki Türkiye Cungo münasebetlik mi? Evet, Türkiye Cungo diplomatik münasebetlerine bağlılık mı? Biz buna da hayran kaldık. Bugün sizlerge yetkizgan haber manımında vatandaşlardan leksiya. Amerika Koşmuş Ştatları Maliye Ministeri qattiq gap qildi. Qilchish kelanmay. Cungo hareket kullanımız. Yani çare tedbiri bilen hareket kullanımız.
Mavzuli xabar 7 ayning 26 kuni Hong Kong iqtisod gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Moliya Ministerligining muavin ministri Jay Shamba mundaq ko'rsatdi. Washington qilch ikkilanmay Jungoga konkret harakat qo'llanadi. Bu orqali Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlarining manfaatini kapolatga qiladi. Lekin muavin ministr yana qayta sharhlab bundaq ko'rsatdi. Jungodan iqtisodiy jihatdan ayrilib ketish bu ofat xarakterlik natijaga olib keldi. Ofat xarakterlik natijaga olib keldi. Shamba haftaning 3-kuni, ya'ni 26-kuni Kengash palatasining guvohlik berish yig'inida qatnashganda mundaq ko'rsatdi. Zarur tepilganda chora tadbir qo'llanib, Amerikaning davlat bexatarligi nishonini ishga oshiramiz. Amerika xalqini xatarga yo'liqishdan qo'g'daymiz. Lekin Amerika odil va sog'lom iqtisodiy munosabatni qo'g'lishidir. Buningdan ikki davlat manfaatdor bo'ladi. Shamba yana mundaq eg'izga oldi. Amerika taraf Jungoning g'ayriy bozor egiligi harakatlariga qarshi Yana bir xabar vatandosh. Amerika qattiq chora qo'llanib Jungodan ayrilib ketish kerak. Mavzuli xabar 7 ayning 26 kuni Erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Tayvanning gazeti xabar mundaq boshlandi. Amerika bilim xazinasi Amerikan Kompasning mutaxassislari maqola yozib mundaq ko'rsatdi. Xi Jinpingning iqtisodni tizginlashi va hayviylik rahbarligi Amerikaning mablag' solishini ta'minlash liniyalarini ostin-ustin qilib o'tdi. Amerika taraf Jungo bilan munosabatni yaxshilamoqchi bo'lgan harakatlarni to'xtatish kerak. Amerika hamda Jungo bilan munosabatni yaxshilamoqchi bo'lgan harakatlarini to'xtatish kerak. Darhol qo'l uzishi va Jungo bilan iqtisodiy munosabatlarda ado-judo bo'lishi lozim. Yuqorqisi Amerika Moliya Ministerligining muavin ministri Shamba. Endi bu yerda 2 nafar olim mana shunday da'vatida vatandosh. Munosabatni yaxshilamoqchi bo'lgan harakatlarni Amerika darhol to'xtatish kerak. Darhol qo'l uzishi va Jungo bilan iqtisodiy munosabatlarda ado-judo bo'lishi lozim. Amerika Jungo berilgan normal savdoga e'tibor berish siyosatini amaldan qoldirishi lozim. Shundaqla mushundaq va'dalarni bergan ittifoqdoshlar bilan sheriklik munosabatini kengaytirish lozim. Bu ham Amerikaning Jungodan ayrilib ketishining eng yaxshi yo'lidir. Amerikan Kompasning olimlari Oren Kays va Gabriela Rodriguez qatorliqlar diplomat jurnaliga maqola yozib bunda ko'rsatdi. 20-asrning 90-yillarida Jungo xalqaro jamiyatga kirib kelganda yana taraqqiy qilayotgan davlat edi. Uning milliy daromadi Amerika milliy daromadining 10dan 1 qismi to'g'ri keladi. Demak, Amerikaning milliy daromadi yilda 10 assa, shu vaqtda Jungoning milliy daromadi yilda 10da 1. Yoki Amerika daromadiga solishtirganda 1 assa. O'shanda iqtisod muhitida turadi deydi. Lekin keyin Amerika rahbarlari ishonib, Jungo iqtisodni rag'batlantirib, Jungoning Amerika rahbarligidagi dunyo tartibiga qatnashchi bir davlat bo'lishini kapolatga qilmoqchi bo'ldi. Dunyo tartibi Amerika rahbarligidagi dunyo. Buning uchun Jungoni tortib kelish shu qatorda davlatlar qatorida Amerika rahbarligidagi bir dunyoda bir mas'uliyatchan arliq deyilib kelayotgan shugo, gaplashugo, mas'uliyatchan davlat bo'lishini kapolatga qilmoqchi bo'ldi. Lekin paket hargiz undaq bo'lmadi.
Aksice bazı taraftan qaraganda Cungo tezlik bilen ikinci derecelik iqtisat gavdisiga aylanıp Amerikanın ta'sir kuchi bilan qarishilashdi. Xi Jinping iqtisodni kontrol qilib, kun sayin mustabidlashib, Amerika mablag' solish, ta'minlash liniyasi organlarini og'dirib, Amerikaga ziyon soldi. Amerikanın demokratik siyasi tüzümü bilen Cungo'nun mustabid tüzümü çıkışalmaydı. Amerika Cungo'dan ada-juda bo'lishi lazım. Amerika taraf Cungo bilen münasebetni, yaxshilash hareketlerini to'xtatish lazım. Derhal qo'l uzish lazım. Cungo'dan deb ko'rsatdi. Amerikan Kompas bilim hazinasining olimlari, mutaxassislari vatanja.